Farg'ona shahridagi Istiqlol tennis korti mana bir necha yildirki respublika va xalqaro toifadagi sport musobaqalariga mezbonlik qilmoqda. Farg'ona viloyati hokimligi tennis federatsiyasi tomonidan majmuaning xalqaro talablar asosida ta'mirlangani bugun xorijlik mutaxassislarning ham diqqat e'tiborini tortmoqda. Tennis bo'yicha o'tkazilgan O'zbekiston chempionati bahslari ham ana shunday nufuzli sport musobaqalarining biri bo'ldi. Unda mamlakatimizning barcha hududlaridan kelgan iqtidorli raketka ustalari ishtirok etishdi. 5 kun davom etgan musobaqada g'oliblarni aniqlab olish oson kechmadi. Har bir jarayondan unumli foydalanib, o'ziga xos taktikalarni amalda qo'llab, g'oliblik sari intilayotgan sportchilar chempionlikka munosib da'vogar ekanliklarini namoyish qilishdi. Natijalarga ko'ra, yakkalik bahslarda Toshkent shahri vakillari Maftunabonu Qahramonova, Rahimbek Ibrohimovlar chempionlikni qo'lga kiritgan bo'lsa, juftlik bahslarda poytaxtlik Zlata Chinova hamda Diana Hoshimovalar juftligiga teng keladigan topilmadi. O'smirlar o'rtasidagi bellashuvlarda esa Namangan va Andijon viloyatlari sportchilari Aziz Dadaboyev, Bobur Mirzo Yoqubjonovlar Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy olishdi. G'olib va sovrindorlarga federatsiyaning diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi.